Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2029 yilgacha iqtisod bo'yicha ko'rsatilgan reja. Narxlar nima bo'ladi? So'mning qadri qanday o'zgaradi? Pensiyalar va maoshlar odamlarning real hayotiga qanday ta'sir qiladi? Bu mavzu faqat iqtisodchilar yoki tadbirkorlar uchun emas. Bu har bir oila, har bir pensioner, har bir ishchi, har bir talaba kredit olayotgan yoki uy-joy reja qilayotgan har bir inson uchun bevosita ahamiyatli. Chunki narxlar oshsa, bizning bozorlik savatimiz o'zgaradi. So'm qadrsizlansa, import mahsulotlar qimmatlashadi. Pensiya oshsa ham agar narxlar undan tezroq oshsa, odamning qo'lidagi pul ko'paygandek ko'rinadi. Lekin real xarid quvvati pasayishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni diqqat bilan eshitib chiqing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy raqamlarni emas, ularning sizning cho'ntagingizga ta'sirini tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar iqtisodiy o'zgarishlarni asosan bozor orqali sezardi. Masalan, bir oy oldin 1000 so'mga olingan oziq-ovqat keyingi oy 1000 so'm bo'lib qolsa, odamlar narxlar yana oshibdi deb bilardi. Lekin ko'pchilik bu oshishning sababi nimada ekanini, so'm kursi, inflyatsiya, davlat xarajatlari, import, kredit stavkalari va pensiya tizimi bir-biriga qanday bog'langanini chuqur tahlil qilmasdi. Hozir esa vaziyat boshqacha. 2029 yilgacha mo'ljallangan makroiqtisodiy rejalar, budjet ko'rsatkichlari, inflyatsiyani pasaytirish maqsadlari, aholi daromadlarini oshirish va ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish masalalari ochiqroq muhokama qilinmoqda. Bu yaxshi tomoni shundaki, odam oldindan tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Yomon tomoni esa shundaki, raqamlar noto'g'ri tushunilsa, asossiz vahima yoki aksincha haddan tashqari beparvolik paydo bo'ladi. Men bugun aynan shuni ajratib beraman. Qaysi raqamdan xavotir olish kerak? Qaysi raqam faqat prognoz? Qaysi o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qiladi? Qaysilari esa faqat umumiy iqtisodiy fon hisoblanadi? Eng avvalo shuni tushunib olaylik. 2029 yilgacha bo'lgan har qanday iqtisodiy reja bu aniq va o'zgarmas va'da emas, balki prognoz va yo'nalishdir. Ya'ni davlat yoki iqtisodiy tashkilotlar inflyatsiya falon darajaga tushadi, yalpi ichki mahsulot o'sadi, aholi daromadlari oshadi, budjet xarajatlari ko'payadi deb reja qiladi. Ammo real hayotda tashqi omillar ham bor. Jahon bozorida neft, gaz, oltin, bug'doy narxi, qo'shni davlatlardagi vaziyat, migrantlar yuboradigan pul o'tkazmalari, dollar kursi, import narxlari, iqlim, hosildorlik va boshqa ko'plab sabablar. Endi narxlar masalasiga kelamiz. Oddiy odam uchun eng muhim ko'rsatkich bu inflyatsiya. Inflyatsiya degan narxlarning umumiy o'sishi. Masalan, go'sht, un, yog', guruch, benzin, dori-darmon, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar va xizmatlar o'rtacha qimmatlashsa, bu inflyatsiya deyiladi. Agar rasmiy prognozlarda inflyatsiya yildan yilga pasayishi ko'zda tutilayotgan bo'lsa, bu narxlar tushadi degani emas. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Agar inflyatsiya 10% dan 7% ga tushsa, bu narxlar arzonlashdi degani emas. Bu narxlar avvalgiga qaraganda sekinroq oshadi degani. Masalan, siz har oy 1 million so'mga bozorlik qilsangiz, 10% inflyatsiyada bir yil oxiriga borib, shu savat taxminan 2 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. 7% inflyatsiyada esa 2 million 50 ming so'm atrofida bo'ladi. Ya'ni baribir qimmatlashadi. Faqat qimmatlashish sur'ati biroz sekinlashadi. Endi real hayotdagi misolni olaylik. Toshkentda yashaydigan 4 kishilik oila oyiga oziq-ovqatga 3 million so'm sarflaydi deylik. Agar narxlar bir yilda o'rtacha 8% oshsa, keyingi yili shu mahsulotlar uchun 3 million 200 ming so'm kerak bo'ladi. Lekin ayrim mahsulotlar bundan ko'proq oshishi mumkin. Masalan, go'sht 15%, yog' 10%, kartoshka mavsumga qarab 20% oshishi mumkin. Biroq ayrim boshqa mahsulotlar sekinroq oshadi. Rasmiy inflyatsiyasi o'rtacha raqam bo'lgani uchun odamning shaxsiy inflyatsiyasi boshqacha bo'ladi. Kim ko'p dori olsa, uning inflyatsiyasi dori narxiga bog'liq. Kim avtomobil ko'p ishlatsa, uning inflyatsiyasi benzin va ehtiyot qismlariga bog'liq. Kim ijarada yashasa, uning eng katta xavfi ijara narxi. 2029 yilgacha rejalarda narxlar barqarorlashishi, inflyatsiya pasayishi, pul kredit siyosati ehtiyotkor yuritilishi kutiladi. Bu nimani anglatadi? Markaziy bank odatda inflyatsiyani jilovlash uchun kreditlarni juda arzon qilib yubormaydi. Chunki kredit juda arzon bo'lsa, odamlar va biznes ko'proq qarz oladi. Talab oshadi. Talab oshsa narxlar ham ko'tariladi. Shu sababli yaqin yillarda kredit stavkalari birdan keskin arzonlab ketishini kutish to'g'ri emas.
Ayniqsa uzoq muddatli kredit olayotgan odam, masalan, uy-joy ipotekasi olmoqchi bo'lgan kishi faqat bugungi oylik to'lovni emas, kelajakdagi daromadini ham hisoblab olish kerak. So'm masalasiga o'taylik. So'mning qadri nimaga bog'liq? Birinchidan, mamlakatga qancha valyuta kiradi? Eksport bo'lsa, oltin, gaz, tekstil, meva sabzavot, xizmatlar sotilsa valyuta kiradi. Migrantlar pul yuborsa valyuta kiradi. Investitsiya kelsa valyuta kiradi. Ikkinchidan qancha valyuta chiqadi? Import ko'paysa, mashina, texnika, dori, kiyim, oziq-ovqat, uskunalar uchun dollar kerak bo'ladi. Tashqi qarz to'lovlari ham valyutaga bosim qiladi. Agar valyutaga talab taklifdan ko'p bo'lsa, so'm qadrsizlanadi. Bu yerda ham muhim nuqta bor. So'mning sekin qadrsizlanishi ko'pincha eksportchilar uchun yomon emas, lekin import mahsulot oladigan oddiy aholi uchun qimmatlik olib keladi. Masalan, siz telefon olmoqchisiz. Telefon import qilinadi. Agar dollar kursi oshsa, telefonning so'mdagi narxi ham oshadi. Xuddi shunday dori-darmon, avtomobil ehtiyot qismlari, maishiy texnika, hatto ayrim oziq-ovqat mahsulotlari ham importga bog'liq. Misol uchun, bugun bir mahsulot $100 tursa va dollar kursi 2-500 so'm bo'lsa, u 2.250.000 so'm. Agar dollar 12.500 so'm bo'lsa, o'sha mahsulot 2.750.000 so'm bo'ladi. Mahsulotning dollardagi narxi o'zgarmagan bo'lsa ham, so'mdagi narxi 5.000 so'mga oshadi. Shuning uchun so'm kursi oddiy odam uchun ham juda muhim. 2029-yilgacha so'm bo'yicha asosiy kutilma shundan iboratki, kurs bozor omillariga qarab asta-sekin o'zgarishi mumkin. Men buni odamlar vahimaga tushsin deb aytmayapman. Aksincha, reja qilish kerak deb aytyapman. Agar siz yaqin 2-3 yil ichida katta import mahsulot, masalan, avtomobil, texnika, qurilish materiali yoki xorijda o'qish uchun to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, valyuta riskini hisobga oling. Pulni faqat so'mda ushlab, keyin birdan dollar kerak bo'lib qolsa, kursdagi farq sizga zarar bo'lishi mumkin. Endi pensiyalar haqida gaplashamiz. Pensiya masalasi juda nozik. Pensiya uchun 1000 so'm ham katta pul. Davlat odatda pensiyalarni inflyatsiya va budjet imkoniyatlariga qarab oshirib boradi. Lekin bu yerda ham asosiy savol: pensiya nominal oshadimi yoki real oshadimi? Nominal oshish degani qog'ozda pensiya miqdori ko'payadi. Real oshish degani esa pensioner o'sha pulga avvalgidan ko'proq mahsulot yoki xizmat sotib ola oladi. Masalan, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya olyapti. Pensiya 10% oshib 1.220.000 so'm bo'ldi. Juda yaxshi. Lekin shu davrda dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovlar 10-11% ga oshsa, pensionerning real ahvoli baribir qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya oshganini eshitganda faqat foizga emas, xarajat savatiga qarash kerak. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda daromadi faqat pensiyaga bog'liq bo'lganlar. Ikkinchi guruh ko'p dori ishlatadigan keksalar. Uchinchisi ijarada yashaydigan yoki farzandlaridan moddiy yordam olmaydigan pensionerlar. To'rtinchisi pensiya yoshiga yaqinlashgan, lekin ish staji va rasmiy daromadi to'liq hujjatlashtirilmagan fuqarolar. Chunki kelajakdagi pensiya miqdori ko'p jihatdan ish staji, rasmiy ish haqi, badallar va hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar oilada bir nechta daromad manbai bo'lsa, pensioner farzandlari bilan yashasa, uy-joy o'ziga tegishli bo'lsa, qarz majburiyati bo'lmasa, unda narxlar oshishining zarbasi biroz yumshoqroq bo'ladi. Lekin bu ham beparvo bo'lish kerak degani emas. Chunki dori narxi, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat baribir har bir xonadonga kiradi. Endi qoidalardagi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, o'rtacha maosh o'sishi hamma odamning maoshi oshdi degani emas. Statistika bo'yicha iqtisodiyotda o'rtacha ish haqi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu ko'proq yirik shaharlarda bank, IT, qurilish, sanoat, davlat loyihalari yoki malakali mutaxassislar hisobiga bo'lishi mumkin. Qishloqda oddiy ishchi, kichik do'kon sotuvchisi yoki kunlik ishchining daromadi esa sekinroq oshadi. Masalan, bir korxonada direktor 2 million so'm, 5 nafar mutaxassis 2 million so'mdan, 10 nafar ishchi 3 million so'mdan olsa, o'rtacha maosh chiroyli ko'rinadi. Lekin ko'pchilik 3 million atrofida yashaydi. Shuning uchun o'zingizning moliyaviy rejangizni umumiy o'rtacha raqamga emas, o'z real daromadingizga asoslang. Ikkinchi nozik jihat, kommunal to'lovlar. 2029 yilgacha bo'lgan davrda energiya resurslari bo'yicha tariflar bosqichma-bosqich o'zgarishi ehtimoli yuqori. Elektr, gaz, issiqlik, suv narxlari oshsa, bu
faqat xonadon to'loviga ta'sir qilmaydi. Novvoyxona gaz ishlatadi, ishlab chiqaruvchi elektr ishlatadi, transport yo'nalg'i ishlatadi. Demak, kommunal va energiya narxlari o'sishi boshqa mahsulot narxlariga ham bilvosita ta'sir qiladi. Misol uchun, kichik novvoyxonani olaylik. Un narxi oshdi, gaz narxi oshdi, ishchilarning maoshi oshdi, ijara oshdi. Natijada non narxi ham oshadi. Do'kon egasi elektr va ijara uchun ko'proq to'lasa, u ham mahsulot ustamasini ko'taradi. Shuning uchun inflyatsiya faqat bozordagi pomidor narxi emas, butun zanjirning narxi. Uchinchi nozik jihat: kreditlar. Agar siz hozir kredit olayotgan bo'lsangiz, foiz stavkasini, muddatini, valyutasini, jarimasini, sug'urtasini oldindan yopish shartlarini diqqat bilan o'qing. Ayniqsa valyutada qarz olish oddiy fuqaro uchun xavfli. Daromadingiz so'mda bo'lsa, kreditni dollarda olish kurs oshganda og'ir yuk bo'ladi. Masalan, oyga $300 to'lovingiz bor. Dollar 2500 bo'lsa, 3.750.000 ming so'm to'laysiz. Dollar mandat ming bo'lsa, 4.200.000 so'm to'laysiz. Sizning oyligingiz oshmagan bo'lsa ham to'lovingiz oshib ketadi. To'rtinchi nozik jihat: jamg'arma. Ko'pchilik pul yetmayapti, qanday jamg'aray deydi. Men buni tushunaman. Lekin jamg'arma faqat katta pul yig'ish degani emas. Jamg'arma bu xavfsizlik yostig'i. Kamida 1 oy, yaxshi holatda 3 oy yashash xarajatingizga teng pulni sekin-asta yig'ish kerak. Agar oyiga 4 million so'm xarajatingiz bo'lsa, 12 million so'mlik zaxira sizni ish yo'qotish, kasallik kutilmagan to'lovdan himoya qiladi. Bu zaxirani faqat so'mda emas, ehtiyojingizga qarab bir qismini barqarorroq aktivlarda saqlash haqida o'ylash mumkin. Lekin tavakkal investitsiyalarga, noma'lum tez bo'yish loyihalariga pul tekish juda xavfli. 5-nozik jihat: pensiya hujjatlari. Ko'p odamlar pensiyaga yaqinlashganda bilib qoladi. Ish tichi to'lib ko'rinmayapti. Arxivdan ma'lumot kerak. Eski korxona yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida xato bor. Ish haqi haqidagi ma'lumotnoma topilmayapti. Bu esa pensiya tayinlashda kechikish yoki kamroq miqdor chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. 2029 yilgacha pensiya tizimi yanada raqamlashtirilsa ham, eski davr hujjatlari masalasi baribir muhimligicha qoladi. Endi eng muhim qism: siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam: oilaviy budjetingizni yozing. Qog'ozga yoki telefondagi jadvalga oyma-oy daromad va xarajatlaringizni kiriting. Oziq-ovqat, kommunal, transport, dori, ijara, kredit, ta'lim, kiyim-kechak, telefon, internet, yordam pullari hammasini alohida yozing. Kamida 3 oy shunday qilsangiz, qayerga pul ketayotganini aniq ko'rasiz. Odam ko'pincha katta xarajatdan emas, mayda lekin doimiy xarajatlardan qiynaladi. Ikkinchi qadam: narxlar oshishiga oldindan reja tuzing. Agar oziq-ovqat xarajatingiz oyiga 3 million so'm bo'lsa, kelasi yil uchun kamida 2 foiz yuqoriroq reja qiling. Ya'ni 3 million emas, 3.300.000 so'm atrofida hisoblang. Bu sizni aldab qo'ymaydi. Kommunal to'lovlar bo'yicha ham qishda alohida, yozda alohida reja qiling. Uchinchi qadam: kredit olishdan oldin stress test qiling. Masalan, siz oyiga 2 million so'm kredit to'laysiz. O'zingizga savol bering. Agar oziq-ovqat 10% oshsa, kommunal 20% oshsa, daromadim 2 oy kechiksa, men bu kreditni to'lay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, kredit miqdorini kamaytiring yoki muddatini qayta ko'rib chiqing. Kreditni faqat bank berdi deb olish kerak emas. Bank o'z riskini hisoblaydi, siz esa oilangiz riskini hisoblashingiz kerak. 4-qadam: pensiyaga yaqinlashganlar hujjatlarni tekshirsin. Mehnat daftarchangiz, pasport yoki ID karta, STIR, JSSHIR, ish staji bo'yicha ma'lumotlar, eski ish joylaridan arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Agar qayerdadir xato bo'lsa, oldindan tuzating. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilish, MyBoktakov.uz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish, ish joyingizning kadrlar bo'limidan rasmiy ma'lumot olish mumkin. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, arxiv organlariga so'rab yuborish kerak bo'ladi. 5-qadam: rasmiy daromadni qadrlang. Konvertda oylik olish bugun ko'proq puldek ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiya, kredit olish, subsidiya, ijtimoiy yordam, kasallik varaqasi mehnat huquqlari bo'yicha muammo tug'diradi. Rasmiy ishlash uzoq muddatda sizni himoya qiladi. Ayniqsa yoshlar buni tushunishi kerak. Pensiya uzoqdek ko'rinadi, lekin ish staji bugundan boshlanadi. 6-qadam: daromad manbasini ko'paytiring. 2029 yilgacha iqtisodiyot o'zgaradi. Yangi kasblar, yangi xizmatlar, raqamli ishlar, onlayn savdo, servis sohalari kengayadi. Agar faqat bitta oylikka qarab qolsangiz,
Inflyatsiya sizni siqadi. Qo'shimcha hunar o'rganing. Til, kompyuter, buxgalteriya, tikuvchilik, ustachilik, onlayn xizmat yetkazib berish, kichik ishlab chiqarish. Men hammaga biznes boshlang demayman. Lekin hech bo'lmaganda bitta qo'shimcha daromad ko'nikmasi bo'lishi kerak. 7-qadam katta xaridlarni vaqtida rejalashtiring. Agar muzlatgich, kir yuvish mashinasi, telefon, avtomobil ehtiyot qismi yoki ko'rishmi narxlari kerak bo'lsa, kurs va mavsumiy narxlarni kuzating. Hammasini oxirgi kunda olish qimmatga tushadi. Lekin keraksiz mahsulotni ertaga qimmatlaydi deb shoshilib olish ham noto'g'ri. Asosiy mezon haqiqatan kerakmi? Pulingiz yetadimi? Kreditga kirib ketmaysizmi? 8-qadam dori va sog'liq xarajatlarini alohida rejalashtiring. Pensionerlar uchun bu ayniqsa muhim. Doimiy ichiladigan dorilar ro'yxatini tuzing, narxini solishtiring. Shifokor bilan muqobil dorilar bor yo'qligini maslahat qiling. Dorini o'z boshimchalik bilan almashtirish mumkin emas. Lekin narx bo'yicha shifokordan yoki farmatsevtlardan ma'lumot olish mumkin. Sog'liq bo'yicha profilaktika ham pulni tejaydi. Kasallik og'irlashgandan ko'ra oldini olish arzonroq. 9-qadam. Firibgarliklardan ehtiyot bo'ling. Iqtisodiy noaniqlik davrida pulingizni dollar qilib beraman. Oyiga 30% foyda, pensiyangizni oshirib beramiz, subsidiya chiqarib beramiz deganlar ko'payadi. Hech qachon pasport ma'lumotlaringizni, bank karta kodlarini, SMS kodlarini begonalarga bermang. Davlat xizmatlari faqat rasmiy portal, bank, davlat tashkiloti yoki qonuniy vakillar orqali bajariladi. Pensiya yoki ijtimoiy yordam masalasida kimdir pul so'rasa, hujjatli asos talab qiling. 10-qadam ma'lumotni rasmiy manbalardan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda falon kundan narxlar 2 barobar oshadi. So'm keskin tushadi. Pensiya to'xtaydi kabi gaplar tarqalishi mumkin. Bunday xabarni ko'rganingizda darhol vahima qilmang. Markaziy bank, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Statistika agentligi, pensiya jamg'armasi, rasmiy hukumat portallari ma'lumotlarini tekshiring. Qarorni mish-mish asosida emas, tasdiqlangan ma'lumot asosida qabul qiling. Endi bitta umumiy misol bilan hammasini bog'layman. Deylik, Samarqandda yashaydigan oila bor. Ota oyiga 3 million so'm, ona 3 million so'm topadi. Uyda pensioner ona bor. U 20 million 300 ming so'm pensiya oladi. Oilaning jami daromadi 9 million 300 ming so'm. Xarajatlar oziq ovqat 3 million 500 ming, kommunal 700 ming. Transport 400 ming, dori 600 ming, maktab va kiyim 700 ming, kredit 20 million 500 ming. Boshqa xarajatlar 20 million, jami 4 million 400 ming. Demak, oyiga 500 ming so'm ortadi. Agar narxlar 10% oshsa, ularning xarajati taxminan 9 million 600 mingga chiqishi mumkin. Daromad esa o'sha zahoti oshmasligi mumkin. Shunda oila minusga kiradi. Mana shuning uchun hozirdan kreditni kamaytirish, ortiqcha xarajatlarni qisqartirish, qo'shimcha daromad topish, dorilarni rejalashtirish, kommunalni tejash kerak. Bu oddiy maslahatdek tuyuladi, lekin real hayotda oilani qarzdan saqlab qoladigan narsa aynan shu. Yana bir misol, pensioner yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million 500 ming so'm. Kommunalga 300 ming, oziq ovqatga 900 ming, doriga 300 ming, transport va boshqa xarajatlarga 200 ming ketadi. Bu allaqachon 20 million 600 ming. Demak, u har oy qarindoshlardan yordam so'raydi yoki nimadandir voz kechadi. Pensiya 10% oshib 20 million 600 ming bo'lsa, qog'ozda yengillik bor. Lekin dori va oziq ovqat ham oshsa, bu yengillik yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bunday insonlar ijtimoiy yordam, mahalla orqali ko'mak, dori bo'yicha imtiyozlar, kommunal kompensatsiyalar bor yo'qligini aniqlash kerak. Demak, 2029 yilgacha ko'rsatilgan rejalar bizga bitta narsani aytyapti. Iqtisodiyot o'sishi mumkin, daromadlar o'sishi mumkin, pensiyalar indeksatsiya qilinishi mumkin, inflyatsiyani pasaytirish maqsad qilinadi. Lekin bu jarayonda narxlar baribir asta-sekin o'sadi. So'm kursi tashqi va ichki omillarga qarab o'zgaradi. Pensionerlar va doimiy daromadi, past oilalar esa eng ehtiyotkor bo'lishi kerak. Men ekspert sifatida sizga eng asosiy fikrni aytaman. Kelajakdan qo'rqish kerak emas. Lekin unga tayyor bo'lish kerak. Oilaviy budjet yuriting, kreditga shoshilmang, hujjatlaringizni tartibga keltiring, rasmiy daromadni saqlang. Qo'shimcha ko'nikma o'rganing va har bir katta moliyaviy qarorni hisob-kitob bilan qabul qiling. Sizningcha 2029 yilgacha narxlar odamlar daromadidan tezroq oshadimi yoki maosh va pensiyalar bunga yetib oladimi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing
Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu hammamizning dasturxonimiz, pensiyamiz. Oyligimiz va ertangi kunimizga bevosita bog'liq.